Hatto opa singilni ham aka ukadan oldin qo'yilar ekan. Ona otadan 3 ta narsada balandda turar ekan, yuksakda turar ekanda. Hatto qir oshib bo'ladigan bo'lsa ham, har qanaqa joyda agar payhon qilib yurib o'tib ketish kerak bo'ladigan bo'lsa ham, agar opa singlisiga yordam berishda tap tortmasdan o'tib ketsa bo'ladi. Bola chaqali bo'lganingizdan keyingi bedor bo'lishlar bor onani. Bu kim qila oladi? Kimni toqat yetadi bu narsaga? Bu yerda o'ynalmagan, bu yerda bir rolik ketmayapti. Rost ekan bo'lgan narsa deb ko'rdim bu narsani. Tug'ruq azobini his qila olmas ekan. Birgina bitta so'z, taloq degan so'z bilan ayol sizga begonaga aylanadi. Hech kim hech qachon qila olmaydi bu narsani. Bu isbotlanib kelingan narsa. Ona otadan 3 ta narsada balandda turar ekan, yuksakda turar ekanda. O'sha homilani ko'tarishda, tug'ruq jarayonida va kechasi o'sha farzandlariga qarash borasida ota tenglasha olmas ekan. Vaholanki ota bir asosiy shaxs hisoblanadi oilada, farzand uchun. Albatta uning hurmati bor. Lekin o'sha ota onani homilasidagi og'riqni, tug'ruq azobini his qila olmas ekan. Kechasi turib balkim farzandini beshigini tebratishi mumkin, lekin onani mehrini bera olmas ekan baribir o'sha paytda. O'shaning uchun bu dunyoda eng ulug' zot va insonga chin do'st bo'la oladigan bu ona. Farzandlar ham katta bo'lishadi, o'zini bola chaqasi bilan bo'lib ketar ekan. Ayolingiz ham masalan sizga do'st bo'ladi yoki do'st bo'lmasligi mumkin. Birgina bitta so'z, taloq degan so'z bilan ayol sizga begonaga aylanadi. Boshqa ayol olishingiz mumkin masalan. Lekin ona onaligicha qoladi. Bu dunyoda sizga borini beradigan ham va o'zini manfaatidan sizni manfaatingizni ustun ko'ra oladigan bitta shaxs bor, u ona. Bitta shu qila oladi, boshqasi qila olmaydi bu narsani. Hech kim hech qachon qila olmaydi bu narsani. Bu isbotlanib kelingan narsa. Bir sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan, o'zi bir mashhur hadisimiz bor, ya'ni avval onangga deb 3 marta onangga, keyin otangga degan narsa. Bu bor. Yana undan tashqari yana bir sahobiy kimga yaxshilik qilishim kerak deganda, avval onangga, keyin otangga va opa-singil, aka-ukalaringga deb aytganlar. Ya'ni hatto opa-singilni ham aka-ukadan oldin qo'yilar ekan yaxshilik qilishda. Nima uchun? Chunki opa-singillar onaga yaqin narsa bo'ladi-da. Ya'ni o'sha onadan keyin haligi onani sal taftini sizga sezdira oladigan opa-singillar bo'lar ekanda, aka-ukadan ham ko'ra. Birinchi o'rinda opa-singlisi bor odam bo'ladigan bo'lsa, hatto qir oshib bo'ladigan bo'lsa ham, har qanaqa joyda agar payhon qilib yurib o'tib ketish kerak bo'ladigan bo'lsa ham, agar opa-singlisiga yordam berishda tap tortmasdan o'tib ketsa bo'ladi, ya'ni opa-singillarga yordam bersa bo'ladi deyiladi. Ya'ni shu darajada inson bir joyda payhon qilishga yaratilmagan. Inson masalan bu narsa qilish odobsizligi, boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin opa-singilisi uchun har qanaqa ishini tashlab turib kerak bo'lsa, yordam qilish kerak, yordam qo'lini cho'zish kerak. Nimaga? Chunki onadan keyingi, ota-onadan keyingi ulug' zotlar ekan inson uchun. Demak, tabiiyki birinchi o'rinda ona bo'ladi. Ona o'z nomi bilan ona. Uni masalan sizga mehr bera olmasligi, ba'zan qahri qattiq onalar ham bo'lishi mumkin. Lekin uni ona degan maqomini o'zi yetarli. Siz unga qul bo'lishingizga, siz unga bir qo'liga aso bo'lishingizga, uni poy qadami bo'lishligingiz uchun uni ona degan nomini o'zi yetarli. Endi u ona mehribon ona bo'lsa-chi? Sizni deb tunlari bedor bo'lishi u siz chaqaloqligingizdek emas. Siz katta bo'lib, uylanib, bola chaqali bo'lganingizdan keyingisini aytyapman. Bola chaqali bo'lganingizdan keyingi bedor bo'lishlar bor onani. Bu kim qila oladi? Kimni toqat yetadi bu narsaga? Chaqaloqligini xo'p tushunishingiz mumkin, endi har qanaqa ona ham mehrli bo'ladi deb. Lekin ona mehribon zotda yaqinda bir narsani ko'rib qoldim. Turkiyada bo'lgan voqea ekan. Bir qiz bola, sizlar ham ko'rdinglarmi yo'qmi? Bir qiz bola otasi maktabdan o'qishdan olgani kelganmi, yo'lda ketayotgan bo'lganda bir ayolni ko'rib, ona deb oldiga boradi. Keyin otasi aytadi haligi ayolga. Onasi o'tib ketgan, onasiga o'xshatib yubordi sizni deydi. Deydi-da, haligi onadan endi xijolat bo'lyapti haligi ota, haligi begona ayoldan. To'xta deydi. No problem deydi. Problema yo'q deydi-da, haligini quchoqlab, men bu qizim bilan yolg'iz qo'yinglar. Katta qiz bo'lib qolsan-ku sen. Bu yoqqa o'tganchi deydi-da, o'tib katta qiz bo'libsan, qo'llaring soqolib ketibdi-ku, qo'llarim ishlagan.
bizni yo'qliq soldiringlar, qizim bilan ozgina qolsam bo'ladimi deb shunaqa deydi. Qarang, bu endi haligi voqea holat bu. Bu yerda o'ynalmagan, bu yerda bir rolik ketmayapti. Rost ekan bo'lgan narsa deb ko'rdim bu narsani. Shunaqa deb his qildim. Ya'ni onani ulug'ligida bu. Ona uchun bolani begonasi bo'lmaydi. Har qanaqa ona uchun yo'ldagi begona yig'lab turgan, shunday gap ham bor, yig'lab turgan bolani begonasi bo'lmaydi deydi. O'shanga birinchi bo'lib ona mehr ko'rsata oladi-da, begona bolaga hatto. Endi o'zining farzandi uchun qanday mehr ko'rsatmas?